Yurtimizda keksa avlodni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni jamiyatning faol a'zosiga aylantirish borasida tizimli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, Angren shahrida qo'sha qarish saodati mavzusida ma'naviy-ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Uchrashuvning maqsadi jamiyatda oila institutini mustahkamlash, er-xotin o'rtasidagi mehr-oqibat va o'zaro hurmat tushunchasini shakllantirish, nuroniylarning boy hayotiy tajribasini keng jamoatchilikka yetkazish maqsadida o'tkazildi. Hozirgi lavha shu haqida. Uchrashuvda Angren shahar hokimligi mutasaddilari, Nuroniy jamg'armasi va Bujonlar maktabi a'zolari, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Toshkent viloyati bo'limi xodimlari, yoshlar hamda namunali umr kechirayotgan nuroniy er-xotinlar ishtirok etdi. Yarim asrdan ortiq birga yashab kelgan ushbu oilalar hayot yo'llari, matonat va sabrga qurilgan turmushlari haqida hayotiy hikoyalar bilan o'rtoqlashdi. Qo'sha qarish saodati tadbirining maqsadi yoshlar o'rtasida oilaning muqaddasligi, uning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni haqida tushunchalarni boyitib, ijtimoiy hayotda ajrimni oldini olishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Men oilam bilan yashayotganimga 54 yildan oshdi. Hozir 76 yoshdaman. Bu hayot davomida hayotning ancha-muncha achchiq chuchuklarni tortdik. 18 ta nevaram, 7 ta chevaram bor. Nevaralarimdan g'oyat xursandman. Chunki ularning ko'pchiligi hozir mamlakatimizni turli sohalarda mehnat faoliyatlarini olib boryaptilar. Qaysi mamlakat rivojlanayotgan bo'lsa, qaysi mamlakatda tinchlik, osoyishtalik bo'lsa, ana shu mamlakatda mana shunday yangi tadbirlar amalga oshiriladi. Bu tadbirlarni amalga oshirishdan asosiy maqsad xalqimizni kelajakka bo'lgan ishonchini oshirish. Yoshlarni o'ziga bo'lgan ishonchini oshirib, nuroniylardan o'rnak olgan holda o'zlarini kelajaklarini qurishni tashkil qilishga qaratilgan. Tadbirda so'zga chiqqanlar oilalarning jamiyatdagi o'rni va ahamiyatiga alohida e'tibor qaratib, yoshlarga erta turmushning salbiy oqibatlari, oilaviy totuvlikning ahamiyati hamda milliy qadriyatlarimizning ijtimoiy hayotdagi o'rni xususida atroflicha ma'lumotlar berdilar. Bunday uchrashuvlar orqali yoshlarning ma'naviy axloqiy kamolotiga hissa qo'shish, ularning oilaparvar va barkamol insonlar etib tarbiyalash ko'zda tutilgan. Tadbir davomida raqs ansambllarining chiqishlari va qo'shiqlari namoyish etildi. Ushbu turdagi tadbirlarning o'tkazilishi bizni hayotimizda nuroniy otaxon va onaxonlarning tutgan o'rnining muhimligi, ular bizni o'tmish va hozirgi kunimiz bilan bog'lab turuvchi ko'prik vazifasini o'tashi va aynan ushbu tadbirlar ularning o'rnini yanada oshirishi va biz yoshlarga ularning o'rnak va namuna bo'lishi biz uchun juda ham katta baxt hisoblanadi. 100% ayta olaman, bu har bir oilada, har bir o'zbek oilasida bu qadriyat. Har bir nuroniylar oilada har bir insonni tarbiyalashga, ularga to'g'ri yo'l ko'rsatishga, ularga madad bo'lishga harakat qilishadi va ularning inson bo'lib shakllanishida muhim ahamiyat kasb etishadi. Uchrashuv yakunida namunali oilalarga tashakkurnoma va esdalik sovg'alari taqdim qilindi. Keksalarning boy hayotiy tajribasi, jamiyatda mehr-oqibat va o'zaro hurmat fazilatlarining keng yoyilishiga xizmat qilishi e'tirof etildi. Aslida qo'sha qarish saodati degan hikmat bejiz aytilmagan. Zero o'zaro hurmat, sabr va sadoqat asosida barpo etilgan oilalar jamiyatning mustahkam poydevori hisoblanadi.